Akalar, bu trakchilar amalga oshmagan orzusini mana Truck Simulator'da qilsanglar bo'larkan, ya'ni Streshida ketyapman. Maza qilib Kaliforniyadan, San Fransiskodan Los Anjelesga qarab ketyapman. Yana bitta trakchilarda orzusi bor bo'lsa, rasa tez ketayotgan turgan holatda mana brake buttonni tortib olish. Endi buni o'zingizlar kelganinglarda sinab ko'rasizlar. Xullas, Turan City School akalar, menimcha o'zbeklarda ishda bunaqa narsa bo'lmagan, haqiqiy traktor simulyatorini olib keldi. Ya'ni tashqariga chiqmasdan xonaning ichida o'zingizlarga komfort sharoitda streshida ketishini qaranglar. Va o'zbekligimga tortaman-da. Komfortli sharoitda trak haydashni o'rgansanglar bo'ladi. Nafaqat parkovka, balki trakda haqiqatan ko'chaga chiqib, ko'chada qanday yurish kerak, znaklarga e'tibor qilish kerak. Xullas, trakka birinchi o'tirganinglarda qo'rquvni yengish uchun juda ham zo'r moslama ekan. Faqatgina Turan City School'da bor akalar, kelaverasizlar, xudo xolasa sizlarda o'ylagan holatda mana shunaqa sharoitlar yaratyapmiz. Hammaga omad. Tibetda bu o'z to'xtab olarkan, bosim ekan. Ba'zi odamlar